Bu dunyodagi eng katta pizza bo'lagi. Buni uzunligiga qarang. Bu pizza naq 2 metr. Hatto Karldan ham uzunroq. Nafsoniyatimga tegding. Negadir to'xtamayapti. Hali ham davom etyapti. Pizza bo'lagini qarang, shu darajada katta. Bu esa Joy Chestnut, dunyodagi eng tez ovqat yeydigan odam. Och qoldim. U faqat hot-dog yeyish bo'yicha rekord emas, balki boshqa ko'plab rekordlaringiz hamdir. Tomosha qilishingiz mumkin. U dunyodagi eng ko'p rekord egasi bo'lgan inson hisoblanadi. Bu odam g'ayrioddiy. Endi 8 kilo pizza bo'lagini yemasdan oldin men Chris va Chandler vaznimizni o'lchaymiz. Hammamizning vaznimiz 243 kilogramga teng. Biz Joyni yengishimiz kerak. Biz yengilmasmiz. U atiga 104 kilogram. Xullas men o'shanda semiz edim. Janob Joy, bu siz uchun maxsus tayyorlangan dunyodagi eng katta pizza bo'lagi. Hozir juda ochman. Bu rostdan mazali Bu ko'rinadi. esa 4 kilogram keladi. Go'yoki chaqaloq Chrisni yeyapsiz. Ha, men yeyman. Xo'p, endi nima Mana qilamiz? bu bizning pizza bo'lagimiz. Haqiqatan ham katta. Agar chet qismini yeb qo'ysam, shishib ketaman. U esa hammasini tugatadi. Bu yerda aynan bir xil hajmdagi ikkita pizza bo'lagi bor. Men, Chris va Chandler uchalamiz Joydan tezroq yemoqchimiz. Biz yutamiz. Lekin Joy maxluqdek yeyishini ko'rsatdik. U xohlasa 10 kishini yenga oladi. Biz og'zimizga ovqatlarda tinimsiz solgan taqdirimizda ham u darajada tez yeb bo'la olmaymiz deb o'ylayman. Yo'q. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Balki siz u qanday qilib 3 kishini yengishi mumkin deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bu oddiy odamlar safiga kirmaydi. Joy Chestnut tabiat mo'jizasi. U dunyodagi eng kuchli ovqat yeyuvchi desak adashmaymiz. Endi boshlash vaqti keldi. Joy 5 soniyagacha sanab yeyishni boshlaymiz. 5 Xo'sh, tayyor turamiz. 3 2 Yaxshi, tayyorlaning. Boshladik. Xo'sh, nima qildik? Yaxshi, ishni kesishdan boshlaymiz. Yo tavba, u nimalar qilyapti o'zi? Bundan tez yeyolmayman. U bizdan oldinga o'tyapti. Holbuki biz uchishi. Men deyarli bir bo'lakni tugatdim. Voy, u bo'lakni buklab yemoqda. Shunaqasi osonmi? Oh. Bu ishni uddala olmayman. Bu Allaqachon jirkanch. to'ydim. Yo xudoyim. Yo xudoyim. O'zimni gilamlayotgandek his qilyapman. U kutilganidan ham tez yemoqda. Borib uni biror narsa bilan chalg'it. Bir nima o'ylab topib uni to'xtat. To'g'ri kesmayapsiz. Agar shunday qilib oxirigacha kessangiz sizdan iltimos. U hatto meni eshitmayapti ham. U bu yerdaligimni bilmaydi. U o'zi bilan o'zi ovora. Xudo qul kabi. Oshig'ini aytsam, og'zimdagi ovqatni yutkim kelmayapti. Og'izni to'ldirib yeb ustidan suv ichib yuborsa osonroq bo'ladi. Ha, lekin mazasi bemaza-ku. Bu imkonsiz. Ko'nglim ayniyapti. Ichim to'lib ketdi. Qanday qilib hali ham yeyapsiz? Bu holatni hisobga olmagan edim. To'g'ri, men hakamman. Lekin yoningizga pora bilan keldim. 10 ming dollarni olib 5 daqiqa to'xtasangiz. Iltimos, meni eshityapsizmi? Shuni bilsam bo'lgani. Bu yo'q degani. Bu hayotimdagi eng keskin yo'q javobi bo'ldi. U bu yerga bizni yengish uchun keldi va allaqachon ortda qoldirdi. Bu jamoadonni iflos bo'lmasin deb olib qo'yaman. Eslatib o'taman. Bu 4 kilogramlik pizza bo'lagi. Bu yolg'iz o'zingiz 10 ta pizza yeyotgan bilan barobar. Bilasizmi, qanday to'yganimni so'z bilan ifodalay olmayman. Joy, yana 5 bo'lak pizza qoldi. Tugata olasizmi? Ha, tugata Rostdanmi? olaman. Sizlar tugatmaysizlar. Hech iloji yo'q. Taslim bo'lmanglar. Davom etamiz. Qanday qilib bunga erishayotganingizni tushunmayapman. Buni ish osondek ko'rinsa-da, bu imkonsiz. Ko'p gapirishni to'xtatib yenglar. Qarang, u deyarli tugatyapti. Pizza yeyib terlab ketdim. Ochig'i, pizza menga uncha yoqmaydi. Hech qachon endi Albatta. pizza yemayman. Bu holat asabimga tegyapti. Bu darajada yeya olmayman. Mutlaqo noto'g'ri. Voy, ancha yeb qo'yibdi. Atigi ikkita oyoq qismi qolganga o'xshaydi. Uzunligiga qarang. Bizda esa hali yarmidan ko'p turibdi. Biz hali beri unga yeta olmaydiganga o'xshaymiz. Endi sen ham biz bilansan 4 kishi bo'ldik. Yaxshi. Yeyaver. Sekin qorning og'rib qoladi. Yigitlar, yana bir marta harakat qilib ko'raylikchi. Unga yetib olaylik. Oh, men atiga 3 luqma yedim. Lekin Yaxshisi axlat cheragiga qarab yeyman. Dunyodagi eng tez yeydigan odamning bu darajada yaxshi ishi tabiiy hol. Shuning uchun yana bir yordamchini chaqirishga majbur bo'ldim. Joy endi aniq 5 kishini yenga olmaydi. Taylor, marhamat. O, rahmat. Rosti juda och qolib turgan. Joy yo'qshab yeyishga harakat qil. Hech qachon Taylor, eplolmayman. iltimos, pizzani iflos qilmay, so'laklaringni oqizmasdan ye. Hali biz ham yemoqchimiz. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Men Va'da hammaning ichida beraman. eng ko'p yegandek his qilyapman hammani o'zimni. yeganidan ko'p. Joy, biroz sekinroq yegin.
Voy xudoyim, kamerani qornining yon tomoniga qarat. U avval ozg'in edi. Hozir esa qorni oldinga chiqib ketgan. Hozir u qornida 10 kilogramm pitsa bilan yurgandek. Deyarli tugatyapti. Men esa faqat u yeganining o'ndan birini yedim va ko'zlarimdan yosh chiqyapti. Bu og'riqli. Rostni aytsam, bu sinov 100 minggacha sanashdan ham qiyinroq bo'ldi. Uyga ketgim kelyapti. Men hojatga ketyapman. Qaytib kelmasa kerak. Kris, hozir oshqozoningdan nimalar o'tyapti? Pizza. Kutganimdan biroz sekinroq yeyapman, lekin ular kabi juda sekin yemayapman. Do'stim, biz ham qo'ldan Qornim kelgancha urinayapmiz. og'riyapti. Bu Taylorning do'sti Jackson. Sening navbating boshlayver. Jackson oradagi farqni kamaytiryapti. Haqiqatdan ham bu luqma butunlay Taylorning og'zida edi. U juda yaxshi boshlagandi, Karl. Endi joyning qorni ham to'yib qoldi. Hammamiz oxirgi kuchimizni ishga solamiz. Bilaman, bu holat yomon ko'rinadi. Barchamiz joyiga yutqazyapmiz. Buni qanday izohlashni ham bilmayman. Aftidan, bu odam dunyoda 50 ta ovqat yeyish bo'yicha rekord egasi bo'lishining sababi bor. U bunga haqiqatdan ham layoqatli. Yigitlar, yana yordam olib keldim. Dastin, telefon. Ana endi joyiga qarshi 7 kishi bo'lib kurashamiz. Bunda tigi shunchagina qoldi. Agar uni yengadigan bo'lsangiz, sizlarga $100,000 beraman. Zo'r taklif, kelishdik. 100 ming bo'lsa mayli. Buni oldinroq aytishim kerak edi, balki yutgan bo'lardik. O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshi emas. Biroz sekinlashtiraylik. Bo'lmasa shu yerda bo'ki bo'lamiz. Davom etinglar, tugatamiz. Bo'la qol joy. G'olib sensan. Chandler raqib jamoani qo'llab-quvvatlagan yagona odam. G'alaba qilayotgan jamoada. Fikr yuriting. U ulkan pitsa bo'lagini yedi. Endi esa atiga bir necha bo'lakchalar qoldi. Yigitlar, tan olish og'riqli, lekin biz yutqazdik. Eng so'nggi luqma. Yo xudoyim. Qiyin bo'ldi, lekin bir maromda yeb berdim. Suv bilan yutish oson bo'ldi. Bu aniq. Endi uni tortish kerak. Vaznini bilishimiz zarur. Ha, shart avvalida u 104 kilogramm edi. Endi ko'raylikchi qancha vazn yig'ibdi. Bu hayotimdagi eng qiyin sinovlardan biri edi. Taroziga chiqing. Ko'raylikchi qancha vazn yig'ibsiz. Voy, u hozir 113 kilogramm. Shoshmay turing, hozir qaytaman. Joy, taroziga chiqing. 113 kilogramm. Sizga 9 kilogramm ortiqcha vazn qo'shilibdi. Bu og'ir sinov edi, lekin tugata olishimni bilish kuch berdi. Ikkinchi yarmiga yetgach pitsa yeyish jarayoni ancha qiyinchilik tug'dira boshladi. Ammo sizlar odam qo'shganingizda bu menga kuch bag'ishladi. Ha, yoqimli bo'ldi. Sizning ishingizda hozir 9 kilogramm pitsa bor. Bu qanday tuyg'u? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yorilib ketadigandekman va charchaganman. Juda holdan toyganman. Tetiklanishimga vaqt kerak bo'ladi. Avval boshida o'lchaganimizda biz 243 kilogramm edik. Hozir esa 248 kilogramm. Atiga 5 kilogramm vazn to'plabmiz, ammo baribir yutqazdik. Joyning g'alabasini nishonlash uchun men unga pitsa shaklidagi kubok yasadim. Marhamat. O, ajoyib. Bu sizdagi kamar va kuboklarda chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin men uchun juda ham ahamiyatli. Bu eng mashaqqatli kuboklardan biri bo'ldi. Hech qachon bunchalik qattiq mehnat qilmagan edim. Tashrif uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Agar siz ham kelajakda shunday videolarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Biz ko'proq obunachilarni videolarga taklif qilishda boshlayapmiz. Bu hazil emas. Kelgusidagi videolarda qatnashni istasangiz obuna bo'lib qo'ying. Joy haqiqiy daho. Ko'rishguncha.